Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun gaplashib o'tiribmizda loyihamizni 14-soniga yetdik. Bugungi mehmonimiz Ideal Akfa asoschisi Hasanboy Foziljonov akamiz tashrif buyurdi. Assalomu alaykum. Omad tilga tarjimasi. Rahmat. Rahmat. Bugungi podkastimizga yo'q demaganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham shu podkastingizga bizni chaqirganingizga rahmat. Bizda asosan xonandalar, blogerlar o'rtasida podkastlar o'tkazyapti va bizda asosiysi biznes egalari o'rtasida ham podkastimiz davom etyapti. Biz qandaydir bir manfaatli bo'lsa, boshqalarga ham blogerlar emas, xonandalar emas, biznes egalarini ham o'zini biznesi bo'yicha, misol hozir Akfaga qiziqadiganlar ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Bizni hammasiga bugun ochiq-oydin maza qilib gaplashib o'tiribmizda degan loyiha. Xudo xolasa bo'ldi. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlar, bilgan narsalarimizni berib boramiz. Albatta. Xo'p, bizning bosh homiylarimiz Asaka Turizm sayyohlik agentligi va Florida Travel jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va biz podkastimizni boshladik. Siz Asakamizda Leli maydonida Milliy edu o'quv markazi borligini bilarmidingiz? Ketdik ko'rib chiqamiz. Bizning o'quv markazimizda ingliz tili, rus tili, koreys tili, nemis tili fanlari mukammal darajada o'rgatiladi va matematika, robototexnika, maktabga tayyorlov darslari ham aynan Milliy eduda. Farzandingiz tarbiyasini Milliy eduga topshiring. Murojaat uchun pastdagi raqamlarga aloqa qilishingiz mumkin. Xo'p, Akfa sohasida necha yillik tajribaga egasiz? Akfa sohasida umumiy 9 yil bo'ldi. 9 yildan yo'q, shogird yurgan paytim bilan o'zim ish boshlagan faoliyatimga 9 yil bo'ldi. O'zim mustaqil boshlaganimga 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri o'zingiz xalqqa xizmat qilib faoliyat ko'rsatyapsiz. Bu yil 5-yil ketyapti. Ideal Akfa nomi menga qanaqadir bir boshqacha bo'ldi. Ideal Akfa kim tomonidan bu yaratilgan? Ideal Akfaga o'z ustozlarimiz, men sex ochishni boshlaganimda rosa marketing, Instagramda yurgizishlar rosa boshlagan payt edi. Ya'ni 2021-yilda karantindan keyin rosa boshlagan paytda men hali sex ochmagan edim. Ustozlarimiz shu nom bilan ochish kerak, brend qilish kerak boshqa deganda hali endi brendimizni u darajada kuchaytirib olganimiz yo'qmiz, lekin shuni ustida ishlayapmiz, xudo xohlasa kuchaytiramiz ham. Shu asnoda men o'zim qo'yganman, bu ideal nomini qidirganman, Google'lardan butun O'zbekiston, Andijon bo'yicha qaraganman. Ideal nom hech kimda yo'q bo'lganligi uchun ideal qo'yganmiz. Ya'ni eshik-rom u ham o'zi mukammal bo'lishi kerak. Ya'ni ideal o'zi mukammal, bekami ko'z degan. Endi bekami ko'z Parvardigor, mukammal Alloh taoloning o'zi. Eshik-rom sohasida jismga nisbatan biz ideal qilib, ya'ni odam kimdir idealida insoni bo'ladi boshqasi. Valiki xuddi o'shanday ideal bekami ko'z eshik-rom, ya'ni sifatli tarzda qilib beramiz degan ma'noda idealni qo'yganmiz. Xo'p, sizlar shu Akfa yo'nalishida qandaydir bir sezoninglar bormi? Qaysidir vaqtda ko'proq ish, qaysidir vaqtda dam bo'ladimi yoki? Yo'q, mana xudo xolasa ochganimizga 5 yil bo'layotgan bo'lsa, hali biror kun bir sezon pastlab bir ish yo'qligini sezmadik. Bu yilga nisbatan o'zi umumiy olganda bu yil ozgina sal sezon pastroq. O'zi qurilish bozorida o'zi umuman ozgina pastlab qoldi. Shu tomondan, lekin atak shu kungacha biror kun qachon bir ish kelarkan, boshqa bo'larkan, dam olib o'tiraylik. Damni ham o'zi zo'r vaqt topib boshqa qilib olamiz. Kimdir uyiga shu Akfa o'rnatayotganda uni qandaydir qismlari bo'ladimi, qanday bo'linadi ularga? Misol siz manaqa narsasini olib bersangiz, biz mana qilib o'rnatib beramizmi? Yo sizlar o'lchab ketib hamma yo'g'ini tayyorlab olib kelib berasizlarmi? Xizmat haqqi-yu qanaqa narsalar, nima bo'ladi o'zi? Qanday bo'linadi u narsalar? Bizga kelgan mijozlarimiz zakaz beradigan bo'lsa, boramiz, telefon qilishadi. Iloji boricha o'zi asosan bizga Salafa marketingdan keladi. Ya'ni birinchi mijozlarni kimlarga tavsiya qilgan. Ya'ni shu orqali ketyapti. Oshcha reklamamiz yo'q. Instagramda faoliyatimizni o'zi endi yaqinda boshladik. Salafa marketingdan, ya'ni klientlarimiz tavsiyasi bilan boramiz, o'lchaymiz, o'zimiz o'rnatib, penasi, oynasi hamma yo'g'ini foydalanishga tayyor holatga topshirib beramiz. Klientga ya'ni hech qanaqa bir og'irlik, biz ishxonamizga kelishligi, oynasini o'zi olib kelib berishi, yo'l kira qilishligi, boshqa hech qanday oshcha to'lovlar yo'q. Faqat biz bilan joyga summa kelishiladi. Ash narxning ichida hammasi o'zi ichida bor. Qandaydir o'zingiz oldida sheriklaringiz bormi yoki shogirdlar bilan birga hozir siz faoliyat ko'rsatib kelyapsizmi? Shogirdlarim bilan bu ishda o'zi 5 yil shu paytgacha yetib kelish uchun asosan bu komanda kerak. Men ishingiz zo'r, reklamangiz zo'r, boshqa qiling, mahsulotingiz zo'r deganingiz bilan, lekin komandangiz bo'lmasa, bu yerda orqangizda turadigan, podдержкада bo'ladigan, ishingizni yuritadigan odamlaringiz bo'lmasa, bo'lmaydi. Ukalarim bor, rahmat ularga. Oshnam bor, oshnalarim bilan qilganman. Oshnalarimiz bilan hozir ham yurityapmiz, yaxshi hozir.
asosiy komandada. Endi bu narsalarda asosiy jamoangiz bo'lsa, qandaydir bir yengillik bo'ladi. Jamoa bo'lsa, keyin ish yuradi. Jamoasiz hech narsa qila Xo'p, olmaysiz. boshqa bizneslardan ham bormi yoki faqat shu Akfa? Hozir boshqa bizneslardan Yosh kitobxon deb o'zimiz Asaka shahrining o'ziga Yosh kitobxon deb bolalarni telefondan chalg'ituvchi foydali o'yinchoqlar, ya'ni shunchaki quruq o'yinchoqlar emas, bilimlarini, diqqatini jamlovchi, kerakli o'yinchoqlar, shunaqa narsalarni Yosh kitobxon deb do'konini ochganmiz, hammasini mujassam qilib. Xo'p, manzili u Huzur kafedan kirishda aylanishga kirayotganda Huzur kafedan o'tib o'ng tomon Uzyurt binolar. Uzyurt binosini adashmasam birinchi qavatida. Birinchi qavatida ochdik. Birinchi qavatida Yosh kitobxon do'koni. Bu yerda sizlar o'ylayotgan faqat kitoblar emas, kelib o'qib ketadigan kitoblar emas. U yerda shu yosh bolalarda aynan hali rivojlanishiga boshidan oson narsalar bor. Men ham o'zim ham ukamga haligi harflarni anaqasini gapiruvchi kitoblar bor edi sizlarda. Shu narsalarni oluvdik. Ancha yaxshi hozir shu narsalardan. Narxlari ham unaqa qimmat emas. O'sha o'zi hamma joyda bor narx o'shida. Eng asosiysi bu narsa ancha-muncha joyda yo'q. Yo'q. Andijonda vodiyda bo'lishi mumkin. Farg'onada bitta bor ekan bunaqa magazin. Andijonda ham menimcha hali yagona. Andijonda ham yagona. Endi topish mumkin mahsulotlarni. Qaysidir do'kondan unisini, qaysidir do'kondan bunisini. Biz hammasini bitta joyga jamlaganmiz. Xo'p, eng katta bir Akfada qanday joylarga bir o'rnatgansizlar? Eng katta bir anaqangiz, obyektingiz. Eng katta obyektlarimiz o'tgan yil 2025-yilda Farg'onaning Quvada Akbarobod bitta katta poliklinikani qildik. Namangan Kosonsoy viloyatida ham военный части obyektlarda ishlar qildik. Военный части ishlarni qilib berdik. Xo'p, asosan lekin shu faoliyatimizdan o'z ikkita obyektda ishladik. Asosan doim aholiga ish ko'rsatamiz. Ya'ni uchastkalarga, domlarga, yerlarga. Necha xil Akfa turlari bor sizlarda? 10 dan ortiq Akfa turlari bor o'zi. U aloha, ular haqida, profillar haqida gapiradigan bo'lsak, yana ham suhbatimiz o'ta jozirib ketib qoladi. Ular haqida gapirsak. Lekin bir 10 dan ortiq o'zini lekin Instagram sahifasiga o'tsanglar, Ideal Akfani barcha bir haligi xususiyatlari, qandayligi, narxi qanaqaligi hammasi ko'rsatilgan. Xo'p, bizda misol uchun kimdir shu uyiga Akfa qo'ymoqchi, o'zingiz qaysi birini anaqa tavsiya qilasiz? O'zingiz yaxshi deb bilganingizni? Yaxshi deb bilganimiz joydan kelib chiqib turib mahsulot tavsiya qilamiz biz. Ya'ni borsangiz, u kirish joyiga termo ishi qo'yilishi mumkin yoki orqa tomon ishi bo'lishi mumkin. Oddiy alyumin alloks tavsiya qilinadigan joylar bor. Romlar bo'ladigan holat bo'ladigan bo'lsa, Akfa Pluslar bor, Engelberg seriyalar bor. Seriyalar bor, o'ziga yarasha joyda kvadraturasidan, ya'ni ob'yom prayomni kattaligini kimdadir rom qo'yadi, joyini 1.30 ga 1.60 qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin hozir ko'proq panoramaga moslashib ketyapti. 2 metrga 2,5 metr eni balandligi ham shunaqa 240 o'tib ketyapti yangi qurilayotgan uchastkalarda. Endi ularga yana boshqa seriya profillar bor. Ya'ni Engelberg 8000, Termo 70, 6000 seriyali profillarimiz kichikroq joylarga. Shunga qarab turib, o'z joydan kelib chiqib turib, biz o'zimiz tavsiya beramiz. Borib ko'rib, tavsiyasini beramiz. Qanaqa qo'yishligi, mana qo'ysangiz, manaqa bo'ladi. Aynan sizning uyingizga to'g'ri kelgan profil boshqa klientga borgan to'g'ri kelmasligi mumkin. Uni joyidan kelib chiqib, quyosh tushmasligiga qarab, remontingizga qarab, dizayningizga qarab profil turi tanlanadi. Bu sohada ustozingiz bor-a? Bu sohada ustozim bor. Toshkentda o'rganganman, Doniyor akam bor, Soliyev Doniyor degan inson. Hozirgacha rahmat aytaman, gaplashib 3 yil davomida 3 yil davomida Toshkentda yurib o'rganganmiz. Bularda misol hozir eng bir kattaroq Akfani raqobatchisi deb nimani bilasiz? Akfani raqobatchisi, Akfaga raqobatchi bo'ladigan bu eshirom sohasida menimcha hozir hamma brend bo'yicha gapirmayapman, ya'ni hali yo'q. Chunki alyuminium bilan termo bor. Ichki eshiklari endi MDFlar qo'yiladi. MDFlarni ham oshnalarimni o'zimiz yo'lga qo'yganmiz. MDF eshik, MDF deraza bilan Akfani narxida, o'zida qanday xususiyatlarda bir farqi bor? MDF eshiklar endi asosan ichkariga bo'ladi. Tashqari joylar uchun bo'lmaydi. Ya'ni tashqi omil bilan bog'lovchi joylarga to'g'ri lekin. Bunda sarxusak, tashqarisidan MDF bo'lsa haqiqatan boshqa. Ko'rmagansiz ham. To'g'ri. Bir xil joylarga qo'shib qo'yapti yoki uyni ichiga ham Akfa qo'shib qo'yadi. Uyni ichiga ham Akfa qo'yish tavsiya qilmaymiz. Ana shuning uchun har bitta klient bilan biz individual shug'ullanamiz. Ya'ni boramizda har bitta klientda yarim soat, 1 soatlab joyiga tushuncha berib, mana uni qo'ying, uni qo'ying, buni qo'ying, bundan qo'ysiz bunaqa bo'ladi, buni qo'ysiz bunaqa bo'ladi deb turib,
o'zimiz tavsiyalarni beramiz. Ana shuning uchun to'g'ri mutaxassisga borishlikni tavsiya qilaman. Aynan biz emas, kimga borgan taqdirda ham Qo'shtirnoq ichida akfachilar ko'pda. Ya'ni drill qatirib, tarsufkada kesishni bildi degani u akfa qilishni bildi degani emasda. Uni o'zini ilmi bor o'ziga yarasha. Uni zavod tomonidan qo'yilgan talablar bor. Profilni bunday yig'asan, unday yig'asan, bu holatda bu joyga, parayomga, bo'yiga qarab turib qanotni petlarni og'irlik ko'tarishlari, eniga qarab bo'yini moslashlari bor. Shu tomonlama ham bir mutaxassislarga uchrab, o'zini mutaxassislari bilan maslahatlashsa, eshik-rom sohasida juda ko'p muammolar kelib chiqadi-da, borsak, eniga bo'yi mos bo'lmaydi eshiklarimizni. 1 metr eshik qo'yib qo'yadi. Yo u bir qanotli bo'lmaydi, yo 2 qanotli bo'lmaydi. Shunaqangi bir muammoli joylarga kelib chiqadi-da. Shuni ustalarimiz ham, uyda egasi ham qurilish qilayotganda shu eshik-rom sohasida mutaxassislar bilan maslahatlashgan holatda qiladiganmisiz zo'r bo'lar. Eng katta chegirma qancha bo'lgan? Qancha bir skidka qilib chegirma qilib qo'yib bergan? Eng katta chegirma o'zini narxiga qilib beramiz. Ya'ni materialni narxiga qilib berganmiz, xizmat haqqimizni o'tib berganmiz. O'zimizga yaqin bo'lgan yoki qaysidir holatda qanaqadir mijozlarga. Demak, o'sha qancha material ketsa o'sha yerga, ash material summasini olganmiz. Xizmatimizdan maksimal xizmatni ketib, undan ortiq endi bo'lmaydi. Undan ortiq o'zingizlarga minus bo'ladi. Undan ortiq holatlar ham bo'lgan, qiziqish holati, minus holatlar ham bo'lgan. Ya'ni klientga boshlagan yangi davrda endi hamma ham misol uchun adashadi. Hisob-kitobda 2 milliondan ortiqroq atrofiga adashib qolganman o'zim. Uni endi klientga ham ayta olmaysiz, dogovor qilinib, summa kelishildi, bo'ldi. Ana shu holatda qilib olib berganmiz. Ya'ni profilni oynadan ushlab turadigan shtabini hisoblamay ketgan ekanmiz. Endi shunaqa holatlar ham bo'ladi işte. Sekin tajriba qilib shu paytgacha yetib keldik. Xo'p, aka eshiting, bizni ko'rsatuvimizda shu 2-3 safardan beri an'ana bo'lib qolyapti. Men o'zim xohlamayapman, lekin shuna bo'lib qolyapti. Bizga kelgan, misol uchun, qandaydir bir to'yxonani egalari, xonandalari chaqirdik. To'yxona misol aytdi, shu chegirmalar haqida so'raganimda, uka dedi, chegirmalarim bo'ladi dedi. Kuyovga bordi-keldiga ZAKS gaplashib beraman dedi. Avtobus so'rasa, kelin tarafga avtobus qo'yib beraman dedi. Shunaqa qandaydir chegirmalardan o'tib beraman dedi. Xonanda akamiz Sherzodbek Hayitboyev akamiz ham tashrif buyurdi-da, uka dedi, holatdan kelib chiqib deyapti. Menga agar nima bo'ladigan bo'lsa, uka hozir pul emas, menga rezultat kerak, shunaqa bo'ladi dedi. To'yxonachi Humodni beraman dedi. Baxtiyor aka organizator Humod to'yxonani beraman dedi. Sherzodbek aka to'yda boshdan oxirigacha xizmat qilib beraman dedi. Misol, men o'zimni uyim, misol 4 ta 5 ta xonam deylik. Shunaqa xonalarga bir akfa, eshik, deraza qanday bir chegirma qilib berasiz? Misol. Chegirma uka, akfa qo'yamiz desak, o'zi uyni ichiga akfa qo'yib bo'lmaydi deb hozir meni g'alati qilib qo'ydingiz. Uyni ichiga MDFlarimiz ham bor. Siz undan siqilmay o'ylamay MDF ishlar qilib o'zingiz yechimlarni qilib beramiz. Qanchaga bo'ladi aka misol? Endi uni o'zi aytdim, boshida ham mana shu razmerdan kelib chiqib turib holatda bo'lardi. Endi biz sizga pabratskiy deydimi, ko'cha tilida pabratskiy qilib qo'yib beramiz aka. Unisidan ko'nglingiz to'q qiling. Yo'q, misol endi feshik 20 million atrofida bo'ldi deylik. O'sha yerlarga balki undan oshiq bo'ladi, balki ham bo'ladi. 50% chegirma qilib beraman. 50 million bo'lsa 25 million qilib berasizmi? 50 million bo'lsa 25 million qilib beraman. 10 million bo'lsa 5 million qilib beraman. 5 million bo'lsa 2 million. Nima aka videolar to'xtatib, zapis qilyapti. Bizga gap. Bo'ldi. 20 million bo'ladigan bo'lsa, uning ichida xizmat haqingiz alohidami? Yo'q, o'sha hammasi 20 million. Hammasi umumiy summani hisoblaymiz. Necha pul chiqadigan bo'lsa 50% kesib beramiz. Aka, mana o'sha materialni yonimda qilib beraman degani bu degani. Bo'ldi aka. Chunki o'zi 50% ustiga qo'yilmaydi-da. Boshqa odamlar nima qilinadi? Sizga ideal akfaga bo'ladi. Bo'ldi. Misol uchun barterga gaplashgan odamlar ham bo'lganmi nimadandir? Barterga ham gap. Siz barterga qanday qaraysiz? Juda ko'pchilik barterga so'rashadi, barterga qilmaymiz. Nassiyaga ham qilmaymiz. Iloji boricha naqiga ishlashga harakat qilamiz. O'zi shundoq ham nassiyalar o'zi yetarli. Naqiga gaplashganingizda, borgan holatingizda hozirgi kunda nassiyalar chiqib qoladi. Bo'ldi. Ana shuning uchun barter nassiyalarga o'zi ishlaymiz. Biz o'zimiz ham sizni o'sha ishingizni haqiqatan siz menga 50% dedingiz, bu o'z chakana ish emas. Misol endi u har qanaqa narx bo'ladi-da u. Siz to'g'ri kelgizib olishingiz kerak. Men asha biz uyimizga o'rnatganini alohida YouTube uchun, ijtimoiy tarmoq uchun abdoshi video qilaman, qanday zo'r chiqqanini, qanday qo'yilganini. Xudo xolasa bizdan ham alohida bir zo'r kontent bo'ladi bu yoqqa. Haqiqatan to'g'risi qanday qo'yilgani, qanday nima bo'lgani shu videodan ulab alohida qo'yiladi. Ideal akfa asosisiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bu yo'nalishda.
Xo'p, ideal akfa keyinchalik qandaydir bir loyihalarga kengayishi mumkinmi? Albatta, xudo xohlasa ideal akfani hozir oddiy bir sexdan fabrika darajasiga olib chiqmoqchimiz. Ya'ni buni tizimlashtirib, kattaroq bir fabrika qilish niyatimiz bor kelajakda. MDFlarni ham qo'shib, alohida konveyer liniyalar qilib inshaalloh qilamiz. O'zingiz chalg'ib qolmayapsizmi hozir ikki xil yo'nalishda, birida rahbar, birida asoschi bo'lib ishlash bu qanaqadir bir qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Yo'q, endi albatta hammasi ham o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Alloh kuch-quvvat berib turibdi. Xudoga behisob shukrki, hozircha ulyapmiz. Inshaalloh ulyapmiz. Yana bu ulishimga asosiy sabab shu orqamda turgan, ideal akfada turgan komandam. Bolalarga rahmat aytaman. Bolalar borki, biz ulgib boshqa bizneslarga ham vaqt ajratib qilyapmiz. Boshqalarga bir akfa yaratmoqchi bo'lganlarga, qandaydir bir akfaga asoslamoqchi bo'lganlarga qanday tavsiyalaringiz bor? Ustozlarning duosini olishimiz kerak. Birinchi o'rinda ustoz duosini olish kerak. Har bir hunarni qilayotgan odam ustozi duosini olib, keyin ish boshlashni tavsiya qilaman. Qandaydir bir xatolaringiz bo'lganmi? Siz ham qandaydir bir yo'l qo'yib qo'ygan xatolar hozir aytdingiz, pulda dedingiz, qandaydir adashganman dedingiz. Shularga bir tavsiya bersangiz, o'sha xatoni takrorlashmasa. Endi hozir biz boshlagan paytimizda ilmimiz ozgina kam bo'lgan. Ilmini to'liq qilib, ustozlarning duosini olib, programmalar bor. Programmalarni o'rganib, ya'ni tizimlashtirish, romchi, shunga o'xshash yana bir ikkita akfani o'zini eshikron hisoblaydigan programmalar bor. Shulardan foydalanadigan bo'lsa, xudo xolasa adashmaydi. Ishlari zo'r bo'ladi. Biz endi boshida u ruchni hisoblaganmiz. Hammasini ruchka daftar qilib hisoblaganmiz. Hozir o'zingizlar ham ancha o'rganib ketgan. O'zimiz ham endi o'rganib tajriba. Baribir tajriba ishi bor joydagi xato bo'ladi. Xato bo'ldimi, demak ish bo'ladi. To'g'ri. Sizlarga mana qachon chiqsak ham albatta ishda bo'lasizlar. Qanday qarangda, bu ham bir Alloh tomonidan berilgan narsa. Kimdir ish so'rab o'tiradi. O'sha haqiqatan ham hali mana kunga ishi bo'lsa, mana bu narsani bitkazsalarda, unaqa narsa men to'g'ri ko'rmaganman-da. Bu endi xalqning ishonchi qanaqadir. Sizlar ham media sohasida kelajakdami, shu yaqin kunlardami qandaydir bir narsa ochish niyatinglar yo'qmi? Qolganlarga bir tavsiya qilinadigan. Xudo xolasa endi shu media sohasiga ham kirib kelishimga sababchi bo'lgan ham akam, o'zim radnoy akam turtki berdi. O'zim ham o'ylab yurardim. Kameradan qo'rqardim asosan. Kameradan endi bu odam kameradan qo'rqadi. Ya'ni ko'p anaqa ommani oldiga chiqmagandan kameradan qo'rqar ekan. Shu yo'qotaman dedim. Albatta qilaman buni deb turib, shu yilning boshida, yanvar oxirlarida boshladim. Endi xudo xolasa Instagramda ham hali o'zimiz bilgan bilimlarimizni qurilishga oid, eshik-rom sohasiga oid barcha bilimlarimizni berib borib, Instagram profilimizdan rivojlantirmoqchimiz. Bizdan ham aka qanaqa bir yordam kerak bo'lsa, mana hamma kelganlar bilan aka-ukachilik qilib, hazil mutoyiba qilyapmiz. Ular haqiqatan ham chin yurakdan chiqaryapti-da shuna narsalarni. Bizdan ham qanaqa yordam kerak bo'lsa, media sohaga, ideal akfaga, yosh kitobxonga qo'ldan kelgancha yordamimizni biz ham addushi, pabratsiga biz ham addushi beramiz aka. Rahmat. O'zi pabratsiya qilayotgan ukalarim bor, o'zingizdan taniysiz. Ukalarimiz bor, yaxshi bolalar bor. Sizlarga ham rahmat. Qo'llab-quvvatlab turgan Instagramni qo'llab-quvvatlab turgan qanday qaraysiz? Instagramni yurgizish kerak ekan. Qilish kerak. Media sohasini tushunmasdim. Hozir ham to'g'ri tushunmayman. Instagramni hali ham to'g'ri tushunmayman. Shu ukalarim yuritib berib qilyapti. Ularga ham rahmat aytaman. Har doimgi любой ishda baribir ilmi bo'lish kerak ekan. Bu Instagramni ham media sohasining ilmini o'rganib turib qiladigan bo'lsa, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Qilish kerak. Odamlar o'zingizni ichingizda bor bilamingizni, qilayotgan mahsulotingizni nimani borligini bildirib berib borsangiz, u zamon talabi ham shu bo'lib qoldi. Odamlarga foydasi tegsa shunisi manfaat. Biz Instagramdan mana unaqa ko'p zakaz olmaylik, boshqa qilmaylik, lekin bor bilimimizni berib boraylik. Odamlar bizdan nimadir manfaat olsin, chunki o'zi katta yoshdan tortib kichik bolalargacha hamma telefonda bo'lib qoldi. Jamoat joylariga borsangiz ham, to'ylarga, oshxonalarga, choyxonalarga borsangiz hamma telefonda, Instagram, YouTube ko'rib o'tiribdi. Televizor ko'rmay qo'ydi. Shuning uchun Instagramga hamma o'zini foydali ma'lumotlarini, o'zini biznesini, o'zini ishini yoritib borishni tavsiya qilamiz. Shunda har xil faxsh, yomon ishlarda, yomon videolarga joy qolmaydi deb o'ylayman. Chunki yoshlarimiz ham shu yaxshi videolarda foydali ma'lumotlar ko'rib katta bo'lsa, ertaga o'zi qurilish qilganda ham yoki Instagram yuritmoqchi bo'ladimi, IT ishnik bo'ladimi, nima sohada o'qituvchi bo'ladimi, haligi Instagramdagi master degan opalar chiqyapti. Shunaqa faoliyatlarda ham ko'proq bo'lsa, foydali ma'lumotlar, foydali kontentlar ko'p bo'lgan sari Instagramda o'zimiz jamiyatimizni rivojlanishi yaxshi bo'ladi.
Albatta, sizni ham faoliyatlaringizga omad, media sohasidagi ham, ideal akfa sohasidagi ham, yosh kitobxon sohasidagi ham bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz bor. Barchalarga rahmat. Shu paytgacha kuzatib kelganlarga, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yinglar. Bizni kuzatuvchilarimizga iliq fikrlaringiz bo'lsa, Hammalarga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, omadli ukam. Sizni ham ishlaringizga Alloh rivojkor bersin. Biz kichik tadbirkor bo'lishimizga qaramasdan shu podkastlarga chaqirganingizga sizlarga ham rahmat. shu narsani hozir o'ylab o'tirdim. Biz chaqirayotgan odamlar, sizlar o'ylamanglar, biznes egasi, qandaydir bir darajaga yetishgan odamni chaqiryapmiz. Ko'chadan kimdir olib kirib olmayapmiz, boshqa qilmayapmiz. Siz ham aka qandaydir bir yo'nalishga egasiz, sizni taklif qildik. Mana o'zingiz aytdingiz, misol uchun qanday bo'lsa ham 50% chegirma dedingiz, shu yo'nalishda-da ko'chadagi har qanday odam, misol sizlar mana ko'rib turganlar o'ylayotgan bo'lsa, bunaqa narsaga tashabbus bilan chiqa olmaydi. Misol, oldingizdagi oshnalaringizdan hozir 5000 so'ragani qanaqadir bir hijolat bo'lasizda, qandaydir yo'nalishda. Siz ham qandaydir darajaga yetgansiz, sizni taklif qilyapmiz. Rahmat. Siz hozir orqali kimdir akfani qandaydir bir yo'nalishini o'rgangan bo'lsa, biz xursand, siz o'zingiz xursand, tomosha qilib turganlarga qandaydir manfaatli bo'lgan bo'ladi. Sizlarga ham kattakon rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyin ajoyib podkastlarimizni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ysanglar, bundan da zo'r podkastlar hali oldinda. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat.